Vazirlar znakida 3 uslubda umuman o'xshashlikni ko'rib chiqamiz. Bu videodan keyin sizlarda hech qanaqangisiga o'zlaringni rasm generatsiya qilganlaringda muammo bo'lmaydi. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimda sizlarni ko'rib turganimdan yana xursandman. Kechagidan obunachimiz sal ko'payib qolibdi. Shunisiga ham rahmat. Lekin ko'payishda davom etamiz. Bugun undan ham ko'p obunachi chiqishga harakat qilamiz. Bugungi darsimiz qisqagina bo'ladi, lekin juda ham foydali bo'ladi. Nimaga juda ham foydali deyilgan bo'lsa, juda ko'p proyektlarda kerak bo'lsa videolarni o'zim ko'raman-da, hatto vodeniy znaklar bilan qolib ketadi. U narsani o'z aslida rasm generatsiya qilgandan keyin flowda qoladi va uni ular darrov video generatsiyaga o'tib ketiladi. Lekin aslida rasmni generatsiya qilib bo'lgandan keyin uni olib kirib, o'sha haligi vodeniy znakini olib, keyin video generatsiya qilish kerak. Bu nima beradi degan bo'lsak, ertaga bizga kerak bo'lsa YouTube'da ishlaydigan bo'lsak, YouTube'da o'sha video o'zimizga avtorligini, o'zimizga qolishligini ta'minlaydi. Nimaga o'zimizga, aslida o'zimiz yasaganmiz, o'zimiz qo'yganmiz deyishimiz mumkin, lekin aytdi vodeniy znak turgandan keyin u sizlarning mahsulotlaringiz hisoblanmaydi, u o'shaligi ayni mahsulotlar hisoblanadi. O'shaning uchun uni yo yo'qotish kerak yoki olib tashlash kerak. Hop, yana o'sha ikkinchi nimasi, YouTube'dagi monetkani ulab turganda muammo bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki siz o'zingizni avtorlik narsangizni qo'ymayapsiz. Siz o'shaligi qaysi aynikini olib qo'yyapsizmi, o'shaniki hisoblanadi. Chunki unda uni isbotlagan dalili bor. O'sha vodeniy znak turadi, ya'ni watermark deydi-yu, o'shanisi turadi. What? O'shani hisobiga imkon qadar o'sha narsani olib tashlash kerak. Instagramda ham xuddi shunaqangi. Instagramda ko'pincha sizga reklama beragollar chiqadi. Ya'ni xaridorlar bo'ladi. Misol, videolaringning yaxshi taraflarini ko'rib turib, ishlaringiz sifatligini ko'rib turib, sizlarga chiqib turib, mana shunaqangi video tayyorlab bering deydi. Qanchadan donasiga oladi kimdir, papkasiga zakaz oladi, shunaqangi qilishlaydi. O'shalar baribir sizlarning ishlaringni ko'radi va agar e'tiborlik bilan qaragan bo'lsa, sizni ko'radi ishingizni va yuqori sifat emasligini biladi. Nimaga? Chunki mayda-chuda detallar juda katta narsani olib keladi-da. Ko'radi, ha, to'g'ri, generatsiyalar hamma narsalar zo'r bo'lishi mumkin, lekin aynan o'sha joyida siz noto'g'ri ish qilib turgan bo'lishingiz mumkin. Uni xato demaymiz, faqat noto'g'ri deylik. Noto'g'ri ish qilib turgan bo'lasiz va ko'p ehtimol klientlarni o'zingizdan olib qochtirasiz. Shuning uchun nima qilish kerak? Maksimum harakat qilish kerak. Kichkina detallargacha bo'lsa ham e'tibor berish kerak. Chunki biz hozir boshlanuvchi, yangi o'rganuvchi, mayda detallarga e'tibor bermay ishlasak, ertaga yaxshi professional bo'lib ketganimizda shunaqa ishlab yurishimiz mumkin. Bunaqa narsalarga e'tibor bermaymiz, bunaqa narsalarni jiddiy olmaymizda, kim so'rasa hech nima qilmaydi deb yuborishimiz mumkin. Yo'q, aslida hozirgi qoida ertaga qoidaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Misol uchun YouTube'da ham 4-5 yil oldingi qoidalar bo'lgan, o'sha qoidalar hozirga to'g'ri kelmaydi. Xuddi shunaqangi, bunda ham balki hozir olib turgan bo'lishi mumkin. Lekin ertaga muammo bo'lishi mumkin, Shuning uchun nima qilish kerak? Ularni maksimum olib tashlash kerak. Shuni hozir ko'rib chiqamiz. 3 ta uslubi bor. Ikkitasi kap-katta, bittasi aynan bitta ayi bor, o'shanda to'g'rilaymiz. Xo'p, bo'lmasa, kanalda ko'rsatib ketyapman. Kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Long videolarimiz prosmotrlari yaxshi, lekin kecha qo'yganimiz 71 ta bo'libdi. Bu aslida kam. Bu videolarda to'g'risi men o'zim kurslarga kirganman. Kurs hozir nomini aytmayman. Shunaqangi kurslarda mana shularni o'rgatadi. Mana shunaqa narsalarni o'rgatadi. Kursni o'zi qimmat. Kirib mana bu yerda hozir videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin, ha, bu aslida juda ham oson ekan deyishingiz mumkin, lekin bu videoni tayyorlamagan odamga bu rostdan ham qiyin tuyuladi. Lekin ko'rdilaring, 5-10 minutda o'zingizlar tayyorlab qo'ysa bo'laveradi. Hop, bo'lmasa ko'rsatib ketaman. Mana o'zimda bitta proyektim bor, hali chiqarganim yo'q. Bu o'shalar futbol formatiga to'g'ri keladi. Hamma narsasi tayyor, faqatgina o'shalarga montaj ishlari qolgan. Mana ko'ringlar, mana bu yerda bor, mana bu yerda turibdi, mana. Hop, mana bu yerda ochiqdan ochiq ko'rinib turibdi, bu yerda ham ochiqdan ochiq turibdi. Aynan mana shularni aytyapman, shularni olib tashlashimiz kerak. Agar bunaqangida video qilgan bo'lsa, juda ham xunuk video bo'lib qoladi. Hop, misol uchun, Meta AIda hozir bor video ko'rsataman. Agar kimdir o'sha sun'iy intellekt bo'yicha personal mentor bilan ishlashni xohlasa va professional qanaqadir ishni boshlab turgan bo'lsa va albatta unga mentor kerak bo'ladi. O'shaligi mentor bilan ishlamoqchi bo'lsa, Meta AIga kirishlikni tavsiya qilaman, chunki men o'zim ham hozir ham shu yerda o'qiyman. Ancha-muncha sun'iy intellektga bog'liq bilimlarni ham shu yerdan olganman. Xohlasalar kirib aloqaga chiqsalaring, nimaga Telegram kanallarga qo'yib qo'yaman. Mana hozir yana bitta videoni ko'rib ketamiz. Asli video ko'ringlar. Video yaxshi chiqqan. Ovozni o'chirib qo'yinglar. Strike kelib o'tamansa shunga ham. Xo'p, video yaxshi chiqqanda lekin ko'ringlar, vodeniy znaki qolib ketgan. Bu o'sha baribir ham fonni buzib qo'yadi. O'sha sizga kimdir klient bo'lib chiqyaptimi, xaridor bo'lib chiqyaptimi? Agar u e'tiborli bo'lsa, agar e'tiborsiz bo'lsa, ha deydi, mana unisiga, ya'ni shaqir-shuquriga qiziqgan bo'lsa, buni ko'radi, ha deydi, unga qoplaydi bu narsa. Lekin misol uchun, men misol agar klient bo'lib kimga chiqgan bo'lsa, men albatta shu joylarga e'tibor beraman. Va bu, ana ko'ryapsizlarmi? E'tibor beringlar. Videoni generatsiya qilib turganda bu o'ynab ketyapti. Mana bu yerda turibdi, mana bu yerda turibdi, hozir mana bu yerda paydo bo'lgan. Ya'ni sizlarda o'zi umuman fonlaringni umuman buzib qo'yapti bu narsa. Mana hozir ko'rasizlar. Mana bu yerda paydo bo'lib qoladi, mana bu yerda paydo bo'lib qoladi. Chunki videoda mana ko'rdilarmi? Mana bu yerda ham yulduzchaga o'xshab sakrab yuribdi. Bu yerda o'zi odamning yuzi ham o'zgarib ketdi. Bu boshlanishida Pixar qahramon bo'lgan, o'sha yerga keyin real bo'lib ketibdi. Bag'iga real bo'lib ketibdi. Buni o'zi boshqatdan qilish kerak ekan.
Hop, mana yana bitta shunaqangi videodan bu yerda mana ko'ryapsizlar, vodoniy znak turibdi. Hop, imkon qadar buni olib tashlash kerak. Ko'ringlar, baribir fonni buzib qo'yadi. Bu masala mana zo'r chiqqan. Uni gapirishlari, boshqa narsalar, hamma narsa zo'r chiqqan, lekin mana u turibdi. Bu o'sha aytganimdek, Instagramga qo'yasizlarmi, YouTube'ga qo'yasizlarmi, bu sizlarning mahsulotlar emas. Bu hamma biladiki, Flowdiki. Ya'ni bu mahsulot Flowdiki. Vioniki qo'ysalar, u mahsulot Vioniki. Ha, to'g'ri, hozir hech nima demasligi mumkin, deyishlik mumkin, lekin hech kim bunga javob bermaydi. Chunki hozir bu znak bilan ertaga siz kanalingiz juda ham katta bo'lib ketsa, yaxshigina daromad olib turadigan bo'lsangiz, sekingina nima qiladi, yoki istarlik berib yuboradi, yoki Ctrl ID degan narsa bor. O'sha narsa bo'yicha stop turgan hamma daromad unga o'tib ketadi. Siz bir tiyin topolmaysiz. Indamasligi ham mumkin, lekin biz hozir qanaqangidir kanalda yurgizib turganimizda uni monetizatsiyasini 2, 3, 4 oyda yoqyapmizmi, unaqa risk qilmasligimiz kerak. Chunki o'rtada 2 oylik, 3 oylik bizni mehnatimiz turibdi, vaqtimiz turibdi, kechalarini uxlamay ishlaganligimiz turadi va arada 50 tadir, balki 100 ta video qo'yib yuborgan bo'lishimiz mumkin. Qanchadir pul tiqib yuborganmiz uni ichiga. Shunaqangimi, o'shaning uchun ham maksimum bunaqa narsalarga e'tibor berish kerak. Bo'lmasa, umuman cho'zilib ketmasin, darsimizni boshlaymiz, o'zi umuman bo'pti. Demak, hozir rasmni olib kiramiz. Video qilib bo'lgandan keyin muammo, video qilib bo'lgandan keyin o'shaning uchun videodan oldin qilish kerak. Videoni qilib bo'lgandan keyin juda ko'p sun'iy intellektlar ham bor. Aynan shunagi vodoniy znaklarni olib tashlagan, lekin baribir noto'g'ri oladi, baribir tagida qoladi yoki prosta kreditingiz yo'qotganingiz qoladi. Xullas, oldindan tayyorlash kerak. Video qilib bo'lgandan keyin iloji yo'q, majbur keyin hozir ko'rsataman, shuna yo'li bor, lekin u ham baribir ko'rsatib qo'yadi, bo'lmaydi. Misol uchun hozir rasmimizni olib kiramiz, yo aniqrog'ini olib kiraylik. Bunda sal aniq emas edi. Hop, bunisi aniqroqmidi? Ha. Bunisi undan ham aniq ekan. Ikkinchi. Buni olib kiramiz. Hop, mana bu yerda ko'rinib turibdi. Demak, hozir biz sizlar bilan birinchi uslubni ko'rish ham borgan sari osonlashadi, lekin boshida qiyindan ko'rsatamiz. Demak, birinchi uslub. Hop, nima qilamiz? Biz bu yerda hozir rasmni kopiya qilib olamiz. Mana tepaga kopiya qilib oldik. Endi bu yerda maska degan narsamiz bor. Mana maska. Hop, maskani добавить maska qilganimizdan keyin xohlagan formamizni olishimiz mumkin. Misol uchun yumalaqni xohlasa kvadrat olishimiz mumkin. Biz hozir yumalaqni ham olsak bo'laveradi. Yumalaqni oldik. Pastligiga aralashib ketmasligi uchun pastlikda mana bu yerda o'chirib qo'yamiz. Kursani bossak, o'chadi. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu yerga olib kelamizda, buni sekin mana bu nimamizga to'g'rilaymiz. Bunday qilamizda, hop, buni bunday kichkina qilamiz. Ko'rdinglarmi? Mana shu turishida qoldi. Hop, bittasini bitta bosib qo'ysak bo'ldi, shunda minadi. Endi mana unimizni to'g'rilab qo'yaylik. Mana bu yerda o'zi standart turadi, ana bu yerga olib qo'ysak bo'ldi, standart. Ya'ni mana shu rasmni standarti. Bu yerda video bo'ladimi, qanaqangi nima bo'lsa ham. Ko'rdinglarmi? Endi pastligini ochamiz. Bu yerda ko'rinmaydi. Endi mana ustiga biz effekt qo'yamiz. Effektga o'tamizda, mana bu yerda izbiriniga olib qo'yganman. Mana bu yerda razmitiya degan nimamiz bor, effektimiz bor. Buni shunday ustiga mindiramizda. Ko'rdinglarmi? Bunaqangi sal yo'yma qilib qo'yib qo'ydi. Sal yo'yma qilib. Mana shu yo'li, ya'ni bu birinchisi bu. Shunaqa qilsa bo'ladi, lekin ko'ryapsizlar, bu yerda ham baribir ko'rinib turibdi, bilinib turibdi. Bu o'sha birinchi usul. Hop, endi ikkinchi usulni ko'rsataman. Hop, ikkinchi usul uchun mana ular kerak emas, o'chirib tashlayveramiz. Bu usulda turaveradi. Hop, ikkinchi usulga eng soddalaridan bittasi, ustiga stiker qo'yib qo'yamiz. Ya'ni biz stikerda o'zimizda kanalimizda logosi bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam prosta follow yoki obuna bo'lgan degan qanaqadir yozuvlar yozsa, shunga qo'yib qo'ysak bo'laveradi yoki CapCut'ni o'zidan ham stikerda qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Misol uchun mana kirsak, juda ko'p stikerlar bor. Misol menda o'zi o'sha tanlab qo'ygan izbirliklar turadi. Misol uchun mana uni ham qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Misol uchun mana uni ham qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Hop, qo'yamizda, unda belgilaymiz. Ya'ni boshdan oxirigacha rasmimizda turishi kerak bu narsa. O'sha katta bo'lib ketmasligi kerak. Shuni mindirsa bo'ldi. Ya'ni orqada qolib ketsa bo'ldi. Bu narsa ko'rinmasa bo'ldi bizga. Mana shunday turaveradi mana. Endi bu video tayyorlab bo'lganligidan keyin rasmga bo'lsa, mana follow qo'ysa bu qanaqangi bo'lib turaveradi. Muammo emas. Bu videoda qiziqroq like bosasiz, obuna bo'lasiz, shunaqangi. Sizlarga hozirgi maslahat shu, like bosamiz, obuna bo'lamiz, komment yozamiz. Bu endi ikkinchi usul. Bu sal soddaroq, osonroq, lekin endi bundan ham sifatli usuli bor. Chunki bunaqangi narsani klientga qilib bera olmaysizlar-da. Klientga obuna bo'l, unaqa bo'l narsa yozilmaydi. Chunki misol uchun klient sizga reklama bo'yicha chiqadigan bo'lsa, oddiy bitta stakanda reklama qilib bering degan bo'lsa, unga followda umuman kerak yo'q-da. U uni qanaqangidir proyektga ishlatishi mumkin. Qanaqadir rahbariga ko'rsatishi mumkin. Rahbari obuna bo'ldi, nima qiladi? Shunaqangilar misol rahbarni ko'rib turib, mana nima deyishi mumkin-da misol uchun. O'shani hisobiga biz hozir undan ham yaxshi 3-uslubini ko'rib chiqamiz. 3-uslub uchun bizga umuman CapCut kerak bo'lmaydi. CapCutni o'chiramiz. Hop, demak, bitta sayt bor bizda. U AI sun'iy intellekt sayti, mana Gemini'niki, o'shalarga imonni vodoniy znaklarni olib tashlaydi.
Buni shu zo'r tarafi hozir yana qulaylikni ko'rsataman. Ishimiz juda ham tez bitadi. Misol uchun hozir bu yerga bitta tashlaymiz. Mana o'tamizda. Mana unikini bittasini tashlaymiz. Xo'p, sun'iy intellektni saytini Telegramga qo'yib qo'yaman. O'sha kecha aytganimdek YouTube'ga hali qo'yilganim yo'q. YouTube'da menda hali dostуп yo'q. Hech qanaqangi linkni hozir olmayapti описаниеga. Shuning uchun описаниеga ham nima bilan kuchukcha bilan yozib qo'ydimki, guruhda Telegramda o'shandan terib turib o'zlaringiz kirasizlar. Yo bo'lmasam, mana bu yerda kanalda mana bu yerda nimasi bor. Ko'rsatib burilib. Mana yerga kirsalaring, hop, Instagram, Telegram bor. Shuni bosib turib kirib ketishlaring mumkin lekin. Bunday qilib kirsa bo'laveradi. Faqatgina описаниеga yozolmayapman, chunki kanal hali yangi, sal bor. Keyin shundan keyin saytlarda, AI saytlarda nimani bo'lsa qo'yib qo'ysam bo'laveradi, lekin hozir olmayapti kanal yangiligi uchun. Mana bu yerga tashladik, ko'rdilaring, o'zi yo'q qilib qo'ydi, mana oldin va keyin. Oldin va keyin. Mana добавить qilamizda, mana uni birinchini urgan edi, endi hammasini o'shamizda открыть qilamiz. Bular buni yaxshi tarafi Optimda hammasini znaklarni olib tashlaveradi. Shunisi zo'r. Mana bitta hozir olib chiqyapti. Mana hozir bunga o'tamiz. Undan oldin qanaqa edi, undan keyin qanaqa edi? E'tibor beringlar. Ideal. CapCutdan bunaqa qilib bera olmaydi. Bu hozir ideal ishlab beryapti. Xo'p, bular hozir tayyorlanyapti. Mana bunda ham shunaqangi. Ko'rasizlarmi? Ideal. Faqatgina erinmaslikdan keyin hech qancha vaqt ketmaydi. 10 sekund vaqt ketadi. O'sha qayerdandir flowdan tayyorlaysizlarmi, videodan tayyorlaysizlarmi, agar rasmlaringni videoda ko'pincha video qilib chiqariladi-yu, rasmda tayyorlaysizlarmi, shatda olasizlar, flowdan olib kelib turib shunday tashlaysizlar, bo'ldi, tayyor. Shundan keyin tortib olaverasizlar. Muammo yo'q. Yaxshi tarafi o'sha aytganimdek, bepul 100% bemalol ishlasa bo'laveradi. Hop, bu yerda jicha yana kutilyapti. Hozir kutamiz. Hop, bo'ldi. Sal joy kattaroq ish kerak. Vaqt unaqa qo'yardi, ko'p bordi. Hop, demak, nimaga kutdim? Hammasini mana tortib bo'lgandan keyin bularda bitta-bittadan, ya'ni skachat qilib o'tirmaysizlar. Mana yerda zip bo'ladi. Zipda bossak bizga optim qilib o'zi tortib beradi. Mana optim qilib tortib berdi. Hozir ichiga kiramiz. Hop, buni endi mana bu yerga o'tib turib tashlaymiz, ko'rasizlar. Buni olaylik-da, buni o'chirib tashlaylik. Bizga hozir endi bu kerak emas. Hop, endi mana ularni tashlaymiz. Mana bizda endi rasmlarimizda hech qanaqangi hop nimani flowda nimalar yo'q. Mana bu yerda xato ketib qolibdi ekan. Buni boshqatdan qildiramiz. Buniki yaxshi, buniki yaxshi, buniki yaxshi. Bunda ham qolib ketgan ekan. Ko'rasizlar? Bularni ham nima qilamiz? Boshidan qildirib olamiz. Nomerlarni ko'rib olaylik. Hop, 5-bilan 8-ekan. 5 bilan 8. Qani bularni hozir boshqatdan qilib ko'ramiz. Hop, 5 bilan 8. 3, 4, mana bu 5. Hop, alohida qilaylik, balki ko'p qilinganligi uchun xato chiqqandir. Yo'q, bu yerda yana nima bo'lyapti? Muammo bo'lyapti. Ayni sametlarni ketkizib qo'yyapti ekan. Hop, biz haqiqiysini o'chirib yuborib, biz shiftni o'chirib yuborib, haqiqiysini boshqatdan qildirib ko'rish kerak edi. Menimcha o'shanda muammo bo'lmas edi. Buni endi o'shalarga CapCutda qilganimizda qanday to'g'rilab qo'yamiz. Chunki bunaqangi qilib qo'yib bo'lmaydi. O'sha aytganimdek muammo bo'lib qoladi. Bu joyini olib tashlaymiz. Yo bo'lmasam, shtam bilan qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Shtam ham qilsa bo'laveradi, chunki bu rasm bitta joyda turadi. Hop, endi ikkinchisini qo'yib ko'raylikchi. 8-chi. Bunga o'tamiz. 8da ko'rsatsin. Lekin gap yo'q. 8da olib berdi. Mana 8da bunaqa turgan edi-yu, 8nikini olib berdi. 8da tortib olaveramiz. Hop, o'tamizda. Buni endi 8gacha qo'yib qo'yishimiz kerak. Qo'yamiz. Mana bu 8da bo'lsa, o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi. Alingdan shu shift bilan o'chirib yuboribman. Agar haqiqiysi qolganda hozir mana buni to'g'rilasa bo'lardi. Endi buni yo boshdan rasmi generasiya qilinadi. Endi shuncha rasmning ichida ko'rinmaydi. CapCutda to'g'rilab qo'yaman. Bo'lmasam, do'stlar, shu edi. Menimcha foydali bo'ldi. Vaqt cho'zilib ketdi. Rozi bo'lasizlar. Vaqt cho'zilgani menga ham foyda, chunki soat ko'proq bo'ladi. Faqatgina sizlar to'liq ko'rishlaring kerak. Hop, bo'lmasam, keyingi videoni hozir anonsini aytib ketishim mumkin. Keyingi videoda o'zbek subtitrasi bilan ishlaymiz, ya'ni videolarni ustiga mindirishni ko'ramiz. Bilamizki, inglizchani CapCut o'zi tayyorlab beradi, ya'ni subtitrani o'zi avto qilib tayyorlab beradi, lekin o'zbekchada muammosi bor. Aslida o'zbekchani subtitr olish o'zini joyi bor, sun'iy intellekti bor. Jicha yerda ishlagan joyi bor, shularni ko'rsatib ketaman. Menimcha foydali bo'ladi va CapCutni Pro versiyasini tekinini ko'rsatib beraman. Uni balki bugun qo'yarman. Chunki u juda ham tez bo'ladi. Balki bugun qo'yarman. Bo'lmasa, do'stlar, sog' bo'linglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, layklarni ayamanglar, kommentariyalarni ayamanglar. Iloji boricha agar Telegramdan kirgan bo'lsalaring ham, agar shu videoni nomini qo'yaman-ku, o'sha nomini Telegramdan kopiya qilib, YouTube'ga kirib, YouTube'dan agar shuni izlab turib, agar kirib ko'rsalaring, juda minnatdor bo'lardim. Sababi Telegramdan kirib ketganlaringdan ko'ra YouTube'da ichidan poiskdan oqtarib qilsalaring, menda CTR yuqori bo'lardi. Chunki Telegramdan kirsalaring, uni tashqari ijtimoiy tarmoq deydida va uning uchun CTR
hisoblamaydi. Lekin agar YouTube'da o'zidan poiskovoydan o'qitasalaring, buni YouTube CTR-ni balandlab beradi. CTR bo'lsa, long videolar uchun juda ham muhim narsa. CTR 4%, 5%, agar 8% bo'lsa, har bitta qo'yib turgan videolarimiz rekomendatsiyaga tushaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.